Assalomu alaykum, bobojon o'z kanali. Meni video murojaat qilishimdan maqsad o'zimning baxtimni izlab chiqdim. Men Tojikistondan, Shartuzdanman. Ismim Gulbahor. 93-yilman, 33 yoshda. Agar masalan meni o'tmishimni eslatmaydigan, to'g'ri ikkita farzandim bor. U qaynotam qo'lida turadi. Menda emas, qaynotam qo'lida. Vaqtida berganman. Meni masalan bobo mamasi qaynotamda shu duosini bolalarim o'nib o'sishini o'ylab shunday qilib berganman. Meni o'tmishimda mayli xo'jayinim rahmatli olamdan o'tgan, meni o'tmishimda eslatadigan odam kerak yo'q. Masalan, men o'zim baxtimni izlab chiqishdan maqsad hayotda har narsa bo'ladi. Qiyinchilikni ko'pini ko'rganman. Menga o'tmishimni eslatadigan emas. Hozirgi momentda mehr berib baxtli qiladigan inson kerak. 40 dan pasti bo'lsin, o'zim tengim bo'lsin. Yana ham o'zim tengim bo'lib men farzand ko'rish ilinjida, ya'ni o'zim sog'lig'im uchun chiqdim. Bo'lmasa, masalan, sog'lig'im ko'targanda edi, men murojaat qilmasdim. Meni sog'lig'imga qarashadigan inson kerak, savni gilavni. Men shu ayolni baxtli qilaman, o'tmishini eslatmayman deydigan inson kerak. Kelajakda baxtli qilaman deb mard jasur inson bo'lsa bo'ldi. Uni o'tmishi menga qiziq bo'lmasin, meni o'tmishim u insonga qiziq bo'lmasa bo'ldi. Sen hayotingda bunday bo'lgan ekan, unday bo'lgan ekan deb yuzimga solishdi. Nima qilaydigan erkak menga vafshida kerak emas. Vafshi izlamay qo'yag'aysin. O'zimiz Tojikistondan bo'lsa murojaat qilsa bo'laveradi. Men boshqa joylarga nima qilishdi, turmushga chiqishni xohlamayman. O'zimiz Tojikistondan bo'lsa, tem bo'ldi bolalarim bor, xabar olib turaman. Uy joyim yo'q emas. Xudoga shukr, amallab bir u darajalik nima emas. Hozir Rossiyada ishlayman. Uy-joy qilganman. Hali to'liq nima bo'lmagan. Lekin atak menga ertani kun betimga solaydigan emas. Seni hayoting bunday bo'lgan ekan, bunday bo'lgan ekan. Meni hayotim bilan, o'tmishim bilan qiziqmaydigan odam kerak menga. Mayli uni o'tmish qanday bo'ldi, meni o'tmishim qanday bo'ldi, hammada xato bo'ladi. Xatoni kechira biladigan bir hayotga bir chiroyli boqadigan inson kerak. Bugun olib yerdan nima qilaydigan telefon qilmasalang ham bo'ladi bobojon bizga. Agar nima bo'lsa, agar mardlarcha oladigan erkak bo'lsa, men oila qurishga tayyorman.